oxirigacha o'tirsanglar beriladi 100%. Undan tashqari 1 million so'mlik 3 ta voucher sovg'asi o'ynaladi. Shu masterclassimiz davomida aytgan gaplarimni savol beraman. Kim to'g'ri javob bersa g'olib bo'ladi deb aytgan edim. Xo'p, sizlarga undan oldin zo'r taklifim bor. Ko'rasizlar, YouTubedan pul ishlasa bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi pul ishlasa bo'ladimi? Bo'ladi. Siz o'ylaganchalik fantastik narsa emas ekan, ishlash boshqa narsa. Meni 9 yillik tajribam yig'ilgan. Meni onlayn kursim bor. Mana shu kursimni taqdimot qilib bermoqchiman. Kim taqdimotni xohlaydi? Sizlarga zo'r taqdimot qilib bermoqchiman. Taqdimot xohlaydiganlar bo'lsa, taqdimot deb yozib qoldirishi mumkin. Kim taqdimot xohlaydi? Meni kursim qanaqa tartibda bo'ladi? Qanaqa darslari bo'ladi? Qanaqangi plyuslari bor? Qanaqangi foyda olasiz? Qanaqa natija bo'ladi? Nimaga o'zi erishsangiz bo'ladi? Mana shular haqida bilishni xohlasanglar, taqdimot deb yozib qoldiringlar. Agar yo'q, bizga taqdimot kerak emas, bizga sovg'a bering, ketamiz deydigan bo'lsanglar, farqi yo'q. Kimdir agar kursimda o'qimoqchi bo'lsa, taqdimotni bilmoqchi bo'lsa, ichida nima narsalar bilmoqchi bo'lsa, yozib qoldirsanglar, sizlarga hozir taqdimot qilib beraman. Chotki taqdimot qilib beraman. Kurs ichida nimalar bor, qanaqa plyus minuslari bor, qancha narxi, qanaqa chegirma qilib beraman, nimalar qilinadi, hammasini xudo xolasa sizlarga batafsil ipidan ignasigacha hozir aytib beraman. Taqdimot. Shuncha odam taqdimot so'rayapti ekan, like'larni ayamaymiz. Xudo xolasa sizlarga 3 oylik onlayn taqdimotimni qilib beraman. Umringizda ko'rmagan taqdimot bo'ladi. Hayotingizni 180 gradusga o'zgartiradigan, Xudo xohlasa taqdimot qilib beraman. Tayyormisizlar? Boshladik. Bizning kursimizning nomi IP deb nomlanadi. Ya'ni Amerika yurt bilan pul ishlash kursi. Bu qisqartirmasi IP deb nomlab qo'yganmiz. Xudo xohlasa kursimiz 15-maydan startni oladi. Bugun 29-aprel bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha bir 20 kun, yo'q, 15 kun vaqtimiz bor ekan. Xudo xohlasa 15 kun ichida kursimizga qo'shilib olib, tezda kursimizga start berib o'ramiz. Kursimiz 3 oylik onlayn kurs hisoblanadi. Ipidan ignasigacha YouTube professional darajada o'rgatiladi. 0 dan o'sha natijagacha hamma narsani o'rganib olasiz. Ya'ni siz bir gap bilan aytganda 3 oyda ichida onlayn tarzda o'qib turib, ipidan ignasigacha hamma narsani o'rganib, mana shunaqa yo'nalishlarda video qilish, yuklash hamma narsasi o'rgatiladi. Xo'p, nima uchun bu kurs tashkil qilganmiz? Bizda bitta oliy maqsadimiz bor. Hozir mana shu oliy maqsadni men sizlarga tushuntirib beraman, nimadan iboratligini. Ya'ni oliy maqsad shundan iboratki, har bir o'zbek fuqarosi YouTubedan daromad qilishiga sababchi bo'lmoqchimiz. Bu narsani eplayapmizmi? Eplayapmiz. Bizning shogirdlarimiz, masalan, oyiga $9,000 topgan Humoydin shogirdimiz bor. Boshqa shogirdlarimiz bor. Oyiga 2,000, 3,000, 5,000 topganlar, umumiy hisobda masalan $50,000 yaqin topganlari ham bor shogirdlarimiz ichida. Ya'ni nima demoqchiman? Bizning oliy maqsadimiz mana shu YouTube orqali o'zbek xalqiga o'rgatib, mana shu orqali o'zbek xalqi boy bo'lsin, Rossiyaga chiqib ketib ishlamasin, oilasini bag'rida ishlasin, uyda turib ishlasin degan maqsadda mana shu kursimiz tashkil qilganmiz. Xudo xolasa mana shu narsaga qo'shilib olishni sizlarga maslahat beramiz. Nima uchun YouTubedan ishlashni hozirdan boshlash kerak? Mana shuni tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda 15 ta sabab keltirib o'taman. Nima uchun siz hozir 100 ta ishni boshlashingiz kerak? Birinchi o'rinda kelajagi bor. Kelajagini tushuntirib beraman. O'rganish oson. Ko'rdinglar, siz o'ylagan darajada qiyin emas. Lubboy ishingizdan ko'ra bu YouTube osonroq, faqat oziqona sabr kerak bo'ladi. Jins tanlamaydi. Erkak kishimiz, ayol kishimiz YouTube'ga farqi yo'q. Video qilsangiz bo'ldi. Yosh tanlamaydi. 10 yoshmisiz, 70 yoshmisiz, video qilsangiz bo'ldi. YouTube tanlamaydi. Daromad yuqori. Tushuntirib o'tdim hozir. Prosmotrga xohlang, $10,000 ishlang xohlang, $100,000 xohlang, $1,000 ishlang, prosmotrga qarab pul olasiz. Cheksiz pul ishlash imkoniyati. Vaqtingizni ko'p olmaydi. Kuniga masalan binge drive qilaman desiz, 2 soatga yaqin vaqtingiz ketadi. ASMR qilaman desiz, o'rtacha 1 soat, yarim soat vaqt yetib ortadi. Ko'rasizlar, hozir bitta ASMR videoni 10 minutda tayyorlab tashladi. Yuklashga ham 5 minut vaqtimiz ketadi. Ertaga ko'rsatib beraman. Diplom kerak emas. YouTube sizdan diplom so'ramaydi. Qizil diploming bormi, sariqmi, mallami, ko'kmi, yashilmi? Umuman qizig'i yo'q. Til bilish shart emas. Tushuntirib o'tdim. Biz ingliz tili, rus tili, gapirishni bilmasak ham YouTubedan daromad qilishimiz mumkin. Uyda o'tirib ishlash imkoniyati, oilangiz bag'rida bemalol o'tirib ishlash imkoniyati bo'ladi. Xohlasangiz chet davlatga ketib ishlang, xohlang dam olishga ketib ishlang, xohlang to'yga borib ishlang. Chunki oddiy bitta telefon yo'nalishida ishlasangiz ham любой joyda ishingizni qilib ketaverasiz. Boshlashga katta pul talab qilmaydi. Boshqa bizneslarga o'xshab 50,000, $100,000 ketmaydi. Minimum $300-400 bilan YouTube'ni boshlab yuborsangiz bo'ladi. O'zingizdan tarix qoldirish imkoniyati. Masalan, siz YouTube kanal o'zingizdan qoldiradigan bo'lsa, erta oilangizga bu asqotadi. Masalan, o'tib ketgan taqdiringizda ham oilangiz bu orqali daromad qilib turishi mumkin. Bu ham zo'r imkoniyat. Bitta telefonda ishlasa bo'ladigan narsa. Ya'ni bitta telefonda ishni boshlab yuborishingiz mumkin. Qanaqadir $10,000 kompyuter, $10,000 kameralar shart emas. Videolarda gapirishingiz shart emas. Videolarda yuzingizni ko'rsatish shart emas. Doimo pul keltirib turadigan qaynar xumcha bu YouTube. Bu narsani tushuntirib o'tdim. Xo'p, mana shunaqangi 15 ta juda ham zo'r imkoniyati bor hozirdan YouTube'da boshlashdi. Shuncha hammaga tavsiya qilaman. Sizga bu yo'lda men bilan bosib o'tishni taklif qilaman, chunki menga o'xshagan 9 yillik ustozni siz boshqa joydan topa olmaysiz.
Shogirdlarimiz ham zo'r rezultatlar qilgan. Kurs ichida nimalar bor tushuntirib o'taman. 8 ta modul dars bor. 70 ta yozib olingan dars bor. Ya'ni bu degani darslar bunaqa jonli efir bo'lmaydi. Kursga qo'shilgandan keyin men sizlarga maxsus platformaga telefon orqali qo'shilasiz. U joyda darslarni yozib olingan darslarni ko'rib ketaverasiz. Jonli bo'lmaydi. Xohlagan payt ishingizdan tashqari ko'rib ketadigan narsa. Xohlasangiz telefondan, xohlasangiz kompyuterdan. Uchrashuv bo'ladi. Xudo xolasa sizlar bilan darsdan oldin, ya'ni kurs boshlanishidan oldin va kursdan keyin 2 marta offline uchrashamiz. Birinchisi 10-may kuni offline uchrashuv qilyapmiz. Kimdir kursga qo'shiladigan bo'lsa bugun 10-may Toshkentda katta tadbir qilyapmiz. Kelasizlar, xudo xolasa. Bu imkoniyati borlar uchun tanishuv jonli efir offline bo'ladi. Ya'ni sizlar bilan tanishib olish uchun kelasizlar, savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Kurs ish tushuntiriladi, mentorlar tanishtiriladi. Juda ham katta tadbir qilyapmiz. Xudo xolasa kelish imkoniyati bo'ladi. Kimdir bugun joyini band qiladigan bo'lsa, uchrashuv kelish bepul. Va kimdir kursimizga qo'shilsa, kursdan keyin 3 oydan keyin sertifikat topshirish tadbiri bo'ladi. U joyda men sizlarga qo'limdan sertifikat topshiraman. Ya'ni ikkita offline uchrashuv sizning imkoniyatingiz bor bu kursga qo'shilasiz. Jonli efir bo'ladi. Kurs tomida mening o'zimning jonli efirlarim bo'ladi. Undan tashqari sovg'alar beriladi. Juda zo'r sovg'alar beraman. Tayyor turinglar bugun. Sertifikat beramiz. Bizning sertifikatimiz bor. Pechatlangan, imzolangan. Ko'rishingiz mumkin. Sizlarga xuddi mana shunaqangi sertifikatlar beramiz. Xudo xohlasa, bemalol o'zimning qo'limdan olib ketasizlar. Kimdir kela olmasa offline uchrashuvga, ularga elektronda tashlab beriladi. Xo'p, kurs qanaqa tartibda bo'ladi deydigan bo'lsa, tushuntirib o'taman. Maxsus platformamiz bo'ladi, Menta degan. Uni dasturingiz, telefoningizga ko'chirib olasiz yoki shu kompyuterdan foydalanishingiz mumkin. U joyga siz o'zingiz telefon raqamingiz bilan kirasiz. U joyda modullar, darslar hammasi ajratilgan turadi. Kirib vazifani bajarib qilib ketaverasizlar. Kutib o'tirmaysiz. Kim ko'proq darsga vaqt ajratsa, shu bajarib ketaveradi. Etapma-etap. Xudo xolasa shunaqa tartibda bo'ladi. Qurilmadan umuman muammo yo'q. Xohlang telefondan, xohlang kompyuterdan foydalanaverasiz. Xo'p, ishtirokchilar uchun undan tashqari yopiq maxsus guruh va kanallar beriladi Telegramda. U joyda savol-javoblar bo'ladi, mentorlar bilan savol-javob bo'ladi, o'z kursdoshlaringiz bo'ladi. Bir gap bilan aytganda